Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar va nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamga salot salomlar bo'lsin. Alhamdulillah, mana Shom diyorida ihson va yaxshiliklarimiz davom etib kelyapti. Oldingi videoyimizda e'lon qilgan edik, mana bu Shom diyoridagi hijrat yurgan birodarlarga yana bir ziyofat uyushtirib, oziq-ovqat paketlarini ulashlikni niyat qilgan edik. Inshaalloh mana bu chiqishimizga, videoyimizga o'zini hissasini qo'shayotgan aka-uka opa-singillarimizdan Alloh rozi bo'lsin. O'zlarini hech bo'lmaganda o'sha tarqatib, mana bu ko'pchilik ko'rishlikka o'zlarining hissasini qo'shyapti va bir birodarimiz tomonidan mana bu Shom diyoridagi mana shu qilinayotgan ehsonga o'zini hissasini qo'shib, o'zini qurbonligini jo'natgan edi. Qurbonligini qabul qildik. Inshaalloh tez kunlarda birodarlar to'plab yana bir ziyofat uyushtirib, oziq-ovqat paketlarini o'zimizni mana shu Shom diyoridagi o'zbek birodarlarga ulashtiramiz inshaalloh. Sizlar ham mana bu Shom diyoridagi birodarlarimizga va yosh katta oqsoqollarga yordam qilishlikda o'zingizning hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'lanishinglar mumkin. Aziz birodarlar, mana alhamdulillah jonliqlarimizni kesyapmiz. Inshaalloh Alloh taolo ehson qilgan akamizdan rozi bo'lsin. Inshaalloh mana buni mana shu Shom diyorida hijratga yurgan birodarlarimizga taom tayyorlaymiz va inshaalloh Alloh taolo ajr mukofotlarini ko'p qilib bergan bo'lsin.